Assalamu alaikum Şərq Türkistanlıq aziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhərində təsis qılınan Tor televiziyasının bugünkü məxsus proqramısına xoş gəldinizlər. Hörmətli televizor görgüçülər, mən bugünkü proqram riyasətçisi Fərat Yonqaşoğlu aldı bilan həmmənizlərni stansiyamızda işləyətən barlıq xadimlərə vəkalətən yürekdən salamlayman. Şundaqla sizlərninki bu uluq roza eyinizlərni mübarəklayman və bu uluq ay, uluq günlərdə tutqan rozanlarninki, qılğan ibadetinlarninki, dua tiləkkinlarninki, şundaqla qılğan xeyri ihsanlarning Cenab-ı Allah tərəfindən qəbul qılınışını yürekdən tiləyman. Hörmətli televizor görgüçülər, sizlərə məlum bolsa kerak, yaqindala Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən bütün muhaciratda yaşayotgan Uyğur qarindoshlarimiz orasida Uyg'urlik badli sistemasini, bu tuzumni umumlashtirish haqida umum bir chaqiriq o'tirib qo'yilgan va avvalgi qatimliq programmamizda Dünya Uyghur Qurultayı'nınki raisi Dolqun Aysa efendim o'zi bu chaqiriqni mushu ekran oldida bütün muhaciratda yaşayotgan qarindoshlarimizni e'lon qilgan edi va bu chaqiriq e'lon qilingandan keyin Dünya Uyghur Qurultayı'nınki bu chaqirig'i, bu tashabbusi muhaciratda yaşayotgan ko'plagan qarindoshlarimizningki qizg'in olqishiga, qo'llashiga va himoyasiga erishdi. Bugungi bu maxsus programmamizni biz Uyg'urlik badli sistemasini umumlashtirish haqidagi mushu mazmunga maxsus qaratdik. Bugungi programmamizda sizlar muhaciratda yaşayotgan bir qism qo'lliq siyosiy faoliyatchilarimizning, vatanparvar qarindoshlarimizning g'ururlik, vijdonlik ba'zi bizningki qarindoshlarimizningki Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən o'tirib qo'yilgan Uyg'urlik badlini umumlashtirish chaqirig'i bo'lgan o'zininki qarashlarini, yurak so'zlarini bu yerda bugungi programmamizda maxsus ularning og'zidan anglaysizlar. Shuning uchun diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum. Uyg'ur xalqi tarixda eng fojialik davrni baştan keçirmekte. Uzun tarih ve üstün medeniyetki ega Uyghur halkı ötmüşte bolğunudek bu qitimmo bu dabalğuşni eşip başka zamanevi milletler qatarida öz mevcutluğunu saklap kalğusu elbette. Vatanda halkımız bunun bedelini nihayetde ig'ir to'lavatıdı. Bu münasebet bilen aziz şehitlerimizge Allah'tan yeni bir qitim rahmet dileymen. Aile, evlatlarına salametçilik ve meten millet yolunda erkinlikten mahrum bolgan azimetlerimizni çın yürekten salamlayman. Halkımızın beşideki zulümni ve haklık milli davamızını halkaralaştırış için ilip berilatkan hareketini qollaş, şundaqla bu yolda boluduğan xaracatlar için Uyg'urluk bedelini töleş her birimizin vicdani, milli ve dini burcumuz. Halk qollamagan, halk igi bolmagan hiç qandaq hareket, milli hareket bolalmaydı. Tağlıq Türk şairi, toprak, yer zemin, eğer onu dep, yani yer zemin, toprak tüpeyli, cinini tikidiğen azimetler bar bolsa, vatenge aylanıdı. Yani şu yerde yaşayan halkının vataniga aylanıdı degan. Bu söz tarixning hozirgi bosqichida biz Uyg'ur xalqining dardiga davo. Agar xatolashmasam, hubbul vatan minal iman degan ma'noda hadisi sharif bor. Yani vatanni so'yish imanning bir parçasıdır degan ma'noni ifodalaydi. Aziz yurttaşlar, hemimiz kol kolga bereyli, inak ittifak birlikte vatanimizni söyeyli. Haqliq davamızga igi chiqayli. Milli hareketimizge qatnashayli. Yordam qilayli.
rahbarlarimizga hurmat qilayli. Vaqtini ajirtib, o'z iqtisodi bilan vatan millat yo'lida jampida xizmat qilayotgan azimatlarimizni taqdirlayli. İmanlıq bo'layli, vijdonliq bo'layli, to'g'rini to'g'ri, nohaqni nohaq deyli. Chunki imanlıq, vijdonliq va vatanparvar insonlardan Alloh taolo rozi bo'ladi va xalqimiz rozi bo'ladi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm aziz vatandaşlar, kıymetli sırdaşlar. Dünya Uygur Kurultayı'nın Uygur belini jığış teşebbüsü nihayetli yaxşı, toğra ve biz to'liq qo'llab quvvatlaymiz. Ma'lumki, hazır Komünist Xitoy hukumati atalmış medeniyet terbiyelash merkezlerinde ameliyattaki lagerlarda milyonlagan Uygurlarını qamab, maqsadi miyesini yuyish orqali Uygurlarning milliy kimligini yo'qotish, dinini xitoylashtirish, axirgi maqsadi Uygurning bir millat sifatida yo'qotish. Mana shunday bir dahshatli vaziyatda Qurultayning tashabbusi nihoyatda muhim. Chunki yeni saylangan Qurultay rahbarlari keyingi vaqtda bir talay faoliyatlarni ifade, Birleşken Devletler Teşkilatı'da, Avrupa Parlamento'da ve en muhimi 27 aprel günü Brüssel'deki Avrupa Parlamento'nun aldığındaki namayış oldu. Bunun tesiri boğatıdı. Ama bunu kılıplaşkan Uyguristan'daki Şarkı Tursan vaziyette unutun mu güçlük, unutun mu köp faaliyetten kılış gerek. Bunu kılış için kadrlar, bilim ve başka en muhimi maliye, maddi tarafına rol oynaydı. Bana Muş'nunda Qurultay qiyinchiliklarga duch kelyapti. Shuning uchun barliq Uyg'urlar, shu jumladan men avval bu Markaziy Osiyodagi Turkiy davlatlarda istiqomat qilgan Uyg'urlarga, Rossiyadagi Uyg'urlarga murojaat qilamanki, biz hammamiz bir yandan bosh chiqarib, bir yoqdan qo'l chiqarib, butkul Uygur sifatimizde vatandagi Uygurlarning mushu ig'ir ahvolini ularni qutqizish uchun, Xitoyni chekindirish uchun, Xitoyning bu qabih siyosatini to'xtatish uchun Qurultay kuchli faoliyatlarni elib berishga yordam beraylik. Qurultayni biz tashkiliy, moddiy va ma'naviy qo'llashimiz kerak. Mana shu nuqtai nazardan men bu Markaziy Osiyodagi, Rossiyadagi Uyg'urlarning avanggardi ziyolilarga, barliq yigit boshlariga, diniy zotlarga, xonim qizlarning yetakchilariga va yoshlarga murojaat qilmoqchimanki, bizning shu Qurultayning ijroiy komitetining muavin raisi Erkin Ahmetov ve bevasıta muşu bedel pulni yığışqa ve teşkillaydigan Baxtiyar inimiz mana şularga yer yölekti bulup şularning teşkilishi bilen biz Dünya Uygur Qurultayının yo'lga qo'yayotgan Uygur bedelini yığışimiz gerek. Muşu hazırki uluk ay, uluk günlerde Uluk Allah'ın tutkan rozalarını kabul kılsın. Hemmeyle sağ selamet aman insan bulunla. Bizning uluk milletimiz özünün siyasi hukukunu
egilik hukukini ve müstakilligini kol keltirişke Allah yer versin. Rahmet dikkatine. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bu ulug' Ramazon oyida davomlashtirayotgan ibodatlarimizni, vatanimizning ozodligi, xalqimizning hurligi uchun qilayotgan duolarimizni va imkonlarimiz doirasida ko'rsatayotgan xayr-saxovatlarimizni Alloh taolo qabul qilgan va barliq gunohlarimizni mag'firat qilgan bo'lsin. Amin. Dünya Uyghur Qurultayı'nın Uyghur bedeli hakkındaki çağrılarını vatan davayimizdeki en mühim çağrılardan biri, yani her birimizin kimligimizni asıl tutturduğun, davanı iktisadi asas bilen teminleydiğin, davamlaştırdığı ve halk üçki bozmaydığı mühim karardır. Kıyımdışınız Baxtiyar Göre, yani men Şərq Türkistanlık Özbek ailesinden, benim to'lgan aziz tuprog'im Şərq Türkistan, Vatan davası mening haqqim. Har qanday da'vo bedelsiz bo'lmaydi. Haqliq da'voyimiz uchun bedel to'lash har birimizning majburiyati. Uyg'urlik bedeli da'voyimizning birinchi qadamidir. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Uyg'ur bedellik puli to'g'riliq oxirgi vaqtlarda Facebooklarda, internetlarda ba'zi mulohazalar ilib berilyotdi. Uyg'urlik bedellik puli Dünya Uyghur Qurultayı kurulgan yıllarda amalga aşırılıp kelgan bir mecburiyetimizdi. Lekin ahirki yıllarda bu mecburiyetimizni degandek amalga aşıramay sel kaynida qilib qolgan. Hozir yana Uyg'ur bedellik pulini rivojlantirish va buni aktiv bir şekilde yig'ish uchun hareketler ve faaliyetler bo'lyotdi. Albatta men Uyg'ur degan bir kishininki Uyg'ur bedellik pulini to'lash majburiyati bor. Bu bizlarninki milliy va insoniy va vataniy bir borci deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Dunyodagi barliq sharq turkistonlik qarindoshlar, hammanglarga Allohning go'zal salomi bo'lsin. Biz barliq Uyg'urlar dunyoning mayli qayerda yashamayli, biz Dünya Uyghur Qurultayining yaqinda chiqargan Uyg'urlik bedeli chaqirig'iga qizg'in ovoz qo'shishimiz lozim. Men jumladan o'zim shaxsan ovoz qo'shib, allaqachon 50 euro Uyg'urlik bedeli o'tab bo'ldim. Bu meningki vatan millat uchun qo'shgan bir kishilik hasan bo'ldi. 5 euro, 10 euro yuqorisining cheklamasi yo'q. Butun dunyo qarindoshlarningki mana shu Uyg'urlik bedeli chaqirig'iga qizg'in ovoz qo'shishni umid qilaman. Chunki bu Uyg'urlik bedeli orqali biz vatan millatga o'zimizniki eng kichik bir asimizni qo'shgan bo'lamiz. Bunchalik bir asli qo'shmasak biz vatan millat davosiga hech qanday qatnashmagan bo'lamiz. Allohning rizosi uchun, millatimiz uchun, dinimiz uchun hech qanday bir ish qilmagan bo'lamiz. Shunga eng oz bo'lganda 3 dollar, 5 dollardan biz yanchimizdan chiqarib, bu davoga bo'lgan bir kishilik asimizni qo'shishimiz kerak. Tama ko'l bo'ladi degan gap bor biz Uyg'urlarda. Aşındaq bir tamçıdan hemimiz asli qo'shgan chog'da bu tamchilar denizga aylanib, bizning davoyimizga cho'ng foydali bir iqtisodiy manfaat hozirlangan bo'ldi. Shuning bilan biz davoyimizni xalqaro yuksak saviyada olib bora olamiz va mustaqilligimizni olg'a sura olamiz. Hammangizga rahmat. Efendim siz bilesiz, siz bir tashkilotga rais o'tirayotgan bir shaxs. Ulu süptünüzle mesela biz yakında Dünya Uyghur Qurultayı bu bilgeninki Antwerpen şehrinde tuncu nöbetlik, tuncu qetimlik bu icra komiteti yığını açkan. Bu icra komiteti yığında Hudu Tibetliklerge okşaş Uygurluk bedeli tüzümünün sistemini bütün muacirat yaşavatkan Uygurlarsı da umumlaştırış hakkında məxsus bir karar ağaydık. Biz bu kararını ağa vaxtını oldurab almadık. Hem her qaysı devletlerde yaşavatkan rayonlarda yaşayotgan Uyg'urlarning iqtisodiy ahvolini, kirim chiqim ahvolini, ularning turmush ahvolini ko'rsatib turib qaror oldik. Ham har qaysi davlatlarning tashkilotlarimiz mas'ullari bor shu yig'inda shularning fikrini oldik. Elib masalan G'arb dunyosida yashayotgan Uyg'urlardan 18 yoshdan yuqori kishilardan 3 eurodan 5 eurogacha oyda. Anandan keyin bu Turkiyani markaz qilgan O'rta Sharq rayonda yaşayotgan Uyg'urlardan ayda 3 euroni o'lcham qildik. Anandan keyin G'arbiy Turkiston, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlarda yaşayotgan qarindoshlarimizdan ayda 1 dollar
Uyghur bedellik pulu iliş sistemini nem kıldık. Hem destek kademde bunun kampanyasını rasmi başlap, ular rasmi ücret talonlarını taktı. Ular arkalık bu sistemin turumuzda hem de Dünya Uyghur Politik Fondu cemiyeti bununla baş oldu. Hem de bilirsiniz bu çetelde bu soğuktan talağız kısmı pul. Şu iqtisat kıyınçılıklar tüpeyden meyli Uyghur Akademisi olsun, meyli biz Dünya Uyghur Politik bulaylı veya ki başka taşlatlarımız olsun. Bu şu iqtisatın ki tersizliği tüpeyden nurgun kılışıktaki işlerimizden, nurgun planlarımızdan, nurgun maksatlarımızdan emelge aşıramında iqtisat kıyınçılıklar tüpeyden. Tibet'in ait obdan bir sistem kurulurken Tibet. Bu bütün çetellerde yaşayan Tibet'in emmesi uzun yıllardan bir yan bu Tibetlik bedelini төлep kılıyor. Siz hem de bir Uyghur Akademisi'nin ki reis olup süptüğünüzden şu Uyghurluk bedeli sistemini umumlaştırış bo'lgan qarşınız qanday, bunun ahmiyeti qanday qaraysiz? Bizde Uygurlarda tama köl bulur degan bir atasözümüz var. Şunda. Köpnün küçü zor buldu. Şu an bu Uygurluk bedel pulunu yol koyuş hakikaten bek ahmetlik bir iş oldu. Bunun bilen kurultay olsun, başka teşkilatlar olsun güçlündü. İqtisad bo'lgan ekan nurg'un imkonsiz bo'lgan ishlarni qilg'ini bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Hamda har bir tashkilotning o'zi uchliq iqtisodiy dardi bo'ldi. Hamma butun muajiratdagi Uyghur tashkilotimizning asosli qiyinchiligi shu iqtisod. Biz Uyghur Akademiyasi shu 9 yildan buyon bedel pulumuza tayinib, özümüzün işxanasının kirasını, başka çıkımlarımızı, ondaki katipimizdeki iş hakkını, aşı bedel pulumuza tayinib yalqıp kivatımız. Bu qatımqı Dünya Uyghur Qurultayınınki muş ağan qararı, Dünya Uyghur Qurultayınınki bundan keyingi ep almoqchi bo'lgan faoliyatlar, qilmoqchi bo'lgan planlagan ishlarningki ro'yobga chiqish uchun haqiqatan bo'lmaydigan icra qilimiz bo'lmaydigan bir ish bo'libdi, qaror bo'libdi. Buning uchun tabriklayman. Muajiratdagi bütün qarindoshlarimizningki shu az bo'lsin, shu bedel pulini topshirishni tavsiya qilaman. Bak yaxshi bo'libdi.